Добрый nочь hammaga. Oynani ochib, mana shaharni tomosha qilib o'tiribman o'rtoqlar. Uyqum kelmayapti. 1 soatdan keyin yo'lga chiqib ketishimiz kerak. Samarqandga mashinada boramiz. Samarqandga chiqib ketishimiz kerak, chunki Qarshidan faqat poyezd ertaga kechqurun yurar ekan. Kechqurunga olib qo'ygan ekanmiz Afrosiyobga, uni alishtirib, endi ertalab shu anaqadan ketadigan bo'ldik, Samarqanddan. Hozir 1 soatlarda Qarshidan Samarqandga yo'lga chiqamiz. Samarqandga yetib borgandan keyin Samarqanddan keyin Afrosiyobga o'tirib keyin Toshkentga ketamiz. 2 kundan beri umuman uxlaganim yo'q. Ay, mana. Sovuq o'shanga o'rab oldim. Qalaysizlar.